Onasi onamga dorini topdim. Nomini unutib ekan. Ha, faqat sal pulim yetmayapti-da. Hozir oshna-og'aylarimdan topib amallab olib boraman. Amaki, Ho'ja, oyim kasal edilar. Doriga pul bera olasizmi? men ham senga o'xshab pul qidirib yuribman. O'zimga ham pul kerak edi. Jon aka, yordam qiling, iltimos. Mana onamni ham oyoqlari og'riyapti. Yura olmayaptilar. Bugun dori olib borishim kerak. Bera olmayman, xafa bo'lma. Oyim yotib qolganlar. Qorinlari och. Oyim o'lib qolmasinlar, amaki. Bo'ldi. Yig'lama. Mayli. Mana shu pulni sen ol. Faqat meni duo qil. Nima deb duo qiling, amaki? Shu amakimni oyoqlari tuzalib ketsin deb duo qilgin. Ey Xudo, shu amakimni oyoqlari tuzalib ketsin, maza qilib yursinlar. Rahmat amaki. Abdurahmon, Yaxshimisan, o'rtoq? tuzukmisan og'ayni? Choyxonada ko'rinmading. Endi sharoit shunaqa bo'lib qoldi. Eshitdim. Oying oyoqlari og'riyotgan ekan. Shunaqa. Onam bilan zo'r mahsulot topib olganmiz. Nutva hozir. Xolam oyoqlari og'riyotdi. Shu mahsulotdan ichirdik. Chopqillab yuribdilar hozir. Sen ham oyinglarga ichirgin? Nutva. Shundan qidirib yuruvdim. Yana bitta gap. Faqat o'rtamizda qolsin. Ozgina ehson qiladigan joyim bor edi. Shu pulni sen ol. Yaxshilik ishlatasan, o'rtoq. Ey Xudo, shu amakimni oyoqlari tuzalib ketsin, maza qilib yursinlar. Yig'lama og'ayni. Rahmat, og'ayni. Arzimaydi.